Rahmat. Nimaga rahmat, karta ur. Aka, umuman karta urmayman. Bundan oldin urmaganman, bundan keyin ham urmayman. To'xta. Qimirlama. Qimirlama. Nima qilyapman? Go'salani yugurgani tamom. Yaqinroq olib ketaman buni. Chiq bu yerdan. Qochonmaydi bular, yana tichiranib ko'radi-da. Nima uchun sen shu paytgacha karta urmas ekansan, endi ham urmas ekansan? To'xta, eshik yopildi, qochib ketmas. Nima gap? Aka, men umuman karta urmayman. Men tirikchiligim shundan iborat. Limon aka bu? Men hozir bozor borib kelaman, 3400 so'm foyda menga. Kim beradi senga bu pulni? Menga hech kim bermaydi u pulni. Men bir marta bozor borib kelganimga 1700 so'mdan 3400 so'm qoladi. Bilasizmi shuni? Men kuniga 50 marta borib kelaman. Bilasizmi qancha bo'lib ketadi? Men bu biznesni o'zim o'ylab topganman. Tushunabsizlarmi shuni? Hozir borib kelasan 1700 so'mdan 3400 so'm senga qolyapti. Ha. Aslan men vaqtim olasizlar. Men 50 marta borib kelishim kerak. Bu rostdan lekin Hasan bu borib kelyapti, bizga pul bermayapti, shu cho'ntagiga kustasiga qo'ydi. Qolibdi, hammasi qissamga qolibdi. Böyle tushsin, tush, och eshik och tushsin. Tush. Ya nimaga? To'xta. Karta urmadi-ku bu. Hozir bizga katta bir biznesni o'rgatib ketdi-da bu. Zo'r bo'ladi. Men o'yladim, men haqiqatan to'g'ri-da. Qara 3400 qolyapti bir bor kelgani. Biz ham qilamiz shuni, zo'r bo'ladi. Haqiqatan ham 3400. Hasan o'zing qilib ko'r, menga endi men bir borib kelaman. Ungacha birorta avtobusga chiqib qilib ko'rchi, qancha foyda qoladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Husanman, Hasan ukasi. Assalomu alaykum. Qalay, zo'rmi aka? Aka, narigi ostanovkagacha men pul olmay, karta urmay, xo'p, maylimi? Yo'q, to'lov shart emas. Shopirsiz uyat bo'ladi. Rahmat. Rahmat shopir aka, rahmat. Mujik, gap yo'q. Hasan, borib keldim. Ha, qanday bo'ldi? Ha, narigi ostanovkaga borib keldim. Lekin hozir foyda qoldimi? Qanday bilsak bo'ladi, foyda qolmagan. Men uchun to'yga kirgandir balki. Bir 50 marta borib kelish kerakmi yo? Ha, bu 50 marta borib kelgani? To'g'ri, sen borib kelyapsiz, men 50 marta borib kelyapti. Bo'ldi, ha. Agar saniga o'xshasa, men ham chiqaman 50 marta borib kelib, 100 marta borib kelamiz ekan. Ha, bu avtobusdan tashlab yuboramiz, onasi ko'rsin, normal bo'layotgan bo'lsa.